kecha o'rdim ajriqdi. Yana ko'payibdimi? Qancha o'rganing sari shuncha ko'payadi shekilli. Hozir ko'rsataman sizlarga. Endi hech kim qilmagan ishni qilaman. Gazalingni olib, shuni quyib tashab, o't yoqaman tagiga. Agarda siz bu yerni yoqib yuboradigan bo'lsangiz, nafaqat ko'chatlarga, balki yeringizni ham kuydirib yuborishingiz mumkin. Farruh aka, mana qo'shnimiz ham yoqqan-ku. Jamshidbek, bu yer yoqilmagan. Agar bu yer yoqilgan bo'lganda edi, mana shu ko'rib turgan ko'chatlaringiz va yerni ham kuydirgan bo'lar edi. Nima qilingan unda? Siz ko'rib turgan mana shu ajriqlarga Mabetco kompaniyasining S-Word Pro 23% va Grasidim 24% preparatlar qo'llanilgan. Ushbu preparat qo'llanilgan maydonlarda faqatgina ajriqlarni o'ldiradi. Mahalliy ekinlarga esa umuman zararli ta'siri yo'q. Sho'ra, tikan yoki pechaklargachi? Siz aytayotgan muammoga ham Mabetco kompaniyasida ajoyib yechim bor. Siz ko'rib turgan mana shu tikonlar va pechaklarga Mabetco kompaniyasining Redown Extra 75% preparat qo'llanilgan. Xullas biz sizlarga xuddi mana shunday o'lgan holatni ko'rsatdik. Videoni bo'lsa, xuddi mana shunday begona o'tdan zerikkan do'stlaringizga jo'natib qo'ying.